Vakili Metangiz 24/7 kechqurun ishlarni tanishtirib o'taman. Malibu avtomobilimiz super aksiya narxda buni ham yig'ib beryapmiz. Propan stonovga yig'ib beryapmiz. Ko'rishlaringiz juda ham ideal. Bu tomonda o'sha bitkazilgan mashinalarimiz Captiva avtomobili va Malibu avtomobili. Captiva avtomobili uchli motor hisoblanadi. Xo'p, bu avtomobilimizga qo'yib bergan jihozimiz Lido original reduktorlar bilan, emulyatorlar bilan cho'tki siltash boshqa narsa bo'lmaydi. Kafolat 1 yil beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bu tomondagi Malibu avtomobilimizga ham full komplektda 3-pakenini yig'ib berdik. Xo'p, zapravishni ham joyga ideal qilib qo'yganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Metangiz doim sizlarga sifat va qulaylikni yaxshisini taklif qilib qoladi. Bu avtomobiliga balonni ko'rishlaringiz juda ham ideal qilib ichkariga qo'yib berganmiz. 100 talik balon, даже bagajlar juda ham katta joy qoladi. Zapaskani bemalol olib olasizlar. Xo'p, bu tomonda Captiva avtomobilimizga 3 ta 30 talik qo'yib berdik. Ko'rishlaringiz juda ham ideal qilib ikkitasini va bittasini mana shu tagiga joylashtirib berganmiz. Bu zapaskani ham bu tomondagi sizinkani bemalol qo'yaverasizlar, muammo qilmaydi. Malibu 1.5 turbina motoriga xudo xohlasa ideal qilib full komplektda обязательно fittinglar tashab, gaz yaxshi borishi uchun Hop, Stack DP Tourist miyamiz originali 02 скоростной farsunkalar bilan juda ham full komplektda qilib stonovka qilib beryapmiz. Orqa qismiga kanalimizga obuna bo'lsalar, bundan-da qiziqarli bo'lgan video obzori, ayni siz kutgan sifatli ishlarimiz bor. Xo'p, bu avtomobilimizga orqa qismiga 47 talik ideal qilib обязательно zapravishchisiga termo trubkalar bilan cho'tki qilib stonovka qilib berganmiz. Xudo xolasa sizlarga doim yaxshisini taklif qilib qolamiz.